15 kun ichida 100 ta bilamiz. 3-kun. Bugungi videoda men sizlarga mutlaqo tekinga optimizatsiya qilishni o'rgataman. Va birinchi bo'lib ana shu загрузкachani ustiga bosamiz va keyingi ishimiz tepaga очистить tugmasi turibdi. O'sha tugmaga bir marta bosamiz va выбрать вручную bosamiz. Va ana shu yerdan bizga keraksizini hammasini belgilab chiqamiz. WoW karta bo'ladimi, kiyimlar bo'ladimi, hammasini belgilab chiqamiz. Oxirida kelganga esa очистить tugmasini bosamiz. Va keyingi ishimiz настройка kirib, eng pastiga tushib, язык и setni bosamiz va ikkinchi bo'limga set turgan bo'ladi. Sizlarga отклонить bo'lgan bo'ladi, lekin sizlar выключить bosib qo'yasizlar. Va mana bular sizlarga tekinga optimizatsiya qilishni o'rgatdim. Evaziga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar.